$200 ga oyoq kiyim sotib olish. Norm, chunki bu ko'pga slujit qiladi. Men oldin arzon oyoq kiyimlar olardim va ular допустим bitta sezonga yetadi, 3 oyga, bitta kvartal. Men bitta qimmat tapchika sotib oldim. Kim ko'rmasa menga kompliment qilyapti-da. Tapchika zo'r ekan. Ты тоже мне как бы комплимент дала, черные, помнишь? Tapchika zo'r ekan nima ish qilasiz? На шее у мужа сижу. Я считаю, что norm, chunki deyishadi, erkak kishida birinchi очередь soatiga qarashadi, qiz bolada esa oyoq kiyimiga, sumkasiga qarashadi deyishadi. Например, kiyimlarni oddiy joydan olsangiz ham, lekin oyoq kiyimni yaxshirog'ini olish kerak deb o'ylayman. Блеск для губ $50. Недавно shu haqida video oluvdim, что o'zini puliga arzimaydi deb. Tushuntirib o'tmoqchiman. Например, Dior, Saint Laurent blesklari примерно $40-45 turadi. И ularning качествоsi rostdan ham zo'r. Dior aka, shunday masalada, именно puliga arziydi, lekin постоянно основада olishga emas. Правильно объяснить? Эти красивые упаковки, да? Да, когда хочется поднять себе настроение. Men uchun strom, chunki meni zo'r vizajist o'rtog'im bor va ular aytgan, unda juda ham ko'p kosmetikasi bor va переплачивали за бренд. Hozir byudjetный zo'r brendlarning kosmetikasi bor va ular birga-birda o'sha luxury kosmetikasi bilan, то есть o'sha effektni beryapti. Вот, особенно не сухой продукт, juda ham tez tugaydi, что man каждый месяц zerikkanimda, lishniy pulim bo'lib qolganimda, чисто ради красивого тюбика я могу, допустим, взять какой-то. И Chet elda $3000 ga dam olish. Norm. Norm? 1000 yoki 1,5 к примеру, 5 yulduzlik otelga borib va zo'r odat qilsa, stoyib. Ko'plar chetga chiqsam bo'ladi, $500, $400 turlarni tanlashadi. Kichkinagina otel, ужасно ovqatlar, shunday krasiv bo'ladi-da, faqat shu dam olishni stressda o'tadi. Bitta kichkinagina, to есть arzon narxga borib, ko'p joyga boradigandan ko'ra, bitta joyga borib, lekin yaxshiroq oddiy bo'lish kerak, chunki oddiy bo'lish kerak, stress joy emas. Shu pul evaziga oddiyroq joyda turib, lekin ko'proq shaharlar ko'rsa bo'ladi, ko'proq путешествие qilsa bo'ladi. Ну, если ты любишь чисто такой пассивный релакс, отдых в пятизвездочном отеле дорогом, то да. Agar sizga ko'proq joylarni ko'rish muhimroq bo'lsa, чем luxury отельda turishdan ko'ra, я думаю, что не стоит. Obuna bo'linglar.